video beraman bittasi foydasi deyman. Hozir Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasiga keldik. Kundalik xizmat faoliyati ilk agarda rahbar xodim bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa xodimlar tug'ilgan kunlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam biron bir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu monitorda kiraverishimizda e'lon berilib turadi. Hamma ko'rib bilish mumkin. Bu yo'lda chiqamiz, bu yo'lda ikkinchi etapimiz boshlanadi. Ko'p turgan bo'lsanglar, yangi O'zbekiston bog'ida bu o'taylik kerak. Biz nazarimizda biz ham payamizga tushirganmiz. Bo'limiz ya'ni bosh boshqarma ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi yo'lda endi ko'p turgan bo'lsanglar O'zbekiston ramzlari, davlatimiz markasi, konstitutsiyasi, davlatimiz gerbi, tasvirlari, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bo'yicha prezidentimizni nishonamiz bo'yicha ham bor. Bitta gazetchilar Abdulla Omomiy, Asrof Qodiriy va hammasi hayot ijodimizdan bu yerda bizi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hisoblanadi. Bular mana shu ichki ishga borganda boshqa davlatlarga hisoblanadi. Biz bilan boramiz. Hozir o'tirib biladigan bo'lsak, xizmat vazifasini bajarish vaqtida xodim xizmatlari uchun shuhrat pedagog sohiblari undan keyingi 8-yildan boshlab hozirgi davrgacha bo'lgan rahbarlari aniq vaqti faoliyatlari tasvirlangan. Fikringlar qanaqa forumdan? Mediadan. Juda ham ajoyib. Juda ham yaxshi. Media viloyatdagi islohotlar, amalga oshirilishi rejada tutilgan ishlar, bu juda ham bir barcha viloyatlarga ibrat bo'ladigan press-turgani media forum desak ham bo'ladi. Bo'lim boshliqlari, soha xizmati rahbarlar Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini bu majlislar zali, majlislar zali. Bizani Buxoro ichki ishlar majlisi. Buziladi yaqinda, Buxoroni ko'rsa. Buziladi. Qaysi tartibda qo'yish tizimida qanaqa tartibda o'tishini shaxsni ko'rsatish. Xodimni o'tatdimi? Hozir bizni mana shu turgan joyimiz asosiy xodimlarimiz boshqa hamma xodimlari xuddi mana shu joydan kirib chiqishadi. Ko'p turganlar bu desaydi, viloyatda hamma xodimlarini o'sha yuz nimalari rasmiy ifodasi bunga bazaga kiritilgan. 100 kun yo'qaysiz qarasam o'sha identifikatsiya ishida pasportda eshigi sizga ochib beradi. Bu devormisi bo'ldi. Yo'q, bunaqa Ana yo'qsiz. Siz saqlancha yo'qsiz. Balla o'taman. O'zimga ko'rsatdim. Xullas, bunday ekanda ichki ishlar boshqarmasiga istalmagan odam kirmaydi. Shunaqa. Sizlar istamagan mas'ul xodimlar chiqishadi.
kirish ham chiqish ham bo'lsa hammada hozir ikkinchida boya marta zalimizda hozir pastga tushdik endi bu yerda ko'p turgan bo'lsalar mana yostiqlar qo'yilgan mana O'zbekistonni emblemlar ifma kiremiz narsa. hozir viloyatimiz oshxonasi masjidda o'zimizni xodimlarimiz masjidga obed vaqti kechki vaqtda ertalab zavtrikka masjid qilishadi nimaganda oshxonamiz ertalab soat 5:30 dan kechki soat 9 gacha ishlaydi. Endi sanitariya gigiyena holati endi o'ylayman talabga javob beradi. Hammasi toza, ovqatlar ham mazali